keyfanda şunu aldığım kep bulduk mana. Biz nimda çaqqana tün gün çäçen jüridik. Bugün ürümçik kep bulduk mana. Bugün ballarım bir yoklaylı. Mesela muş ballarning daşı okuyanmaganlik arzusu dal bizning muş yeşilgöl amalga ashyapti. Ondan başqa hamda hozir jamiyatimizda sog'lomlik masalasi yetayotganlar bek jiq. Lekin bizning yeşilgölda mana har oydan 30dan 40dan biz hamkorlashuvchilarimizni shu kayfanda shunashadiki ozuqshunoslar jamiyat o'rinlashtirgan ozuqlik kasbida maxsus o'qitib, intamilib, salohiyatga erishgandan keyin anandan keyin ularga mahsulot setishdan iborat bu huquqni beryapmiz. Şonlaşqan hozir bolalar o'rganishlarni qilib, bu maktabning nimda chiroyli, nimda haybatlik. Bezda bu. Son bolalar bilan bir ko'rishib, sinib qichirib, ularning o'rganishlarini bir ko'rib, qandayroq o'rganyapti, o'rgilik intama bir kun qoldi. Shunga yo'qlab keldim mana. 50 da yirtiqsizlar. Men boray. Yaxshimi ko'rishamiz. Sen o'rganish qilmay qechib nimishlarni qilyapsan. Hozir keldim mana o'rganishga. Daşlarda o'qiyamagan to'q mana fursatlar yeşilgörda. Amalgashdi. Nasıl amalgashdi? Lekin mana shuning nemisini bek payzmika. Prosapqa tayyorga bek payzga. Yiliq bir xil odam bolalikqa qaytgandek. Shunday ish qilib bir xil men sizlarni mush kasblarda o'qitqizib, o'zinglarni mush jamiyatda bir kishilik bir yiliqi o'rin bir ego qig'inimda o'zimni bek xusholmayman. Aytiraman, bolalarim tarbiyalamay nalar beryapsiz. Ballarimiz yaxshi yo'qotma qara, sog'lom tomoqlar bilan. O'ynimda Men mana yaxshi. Bizning bola sog'lom tomoq chiqargandek bo'lib ketdimi ya? Yo'q, yayg'anqa tayyor bo'ldi. Qandayroq o'rganishlari? O'rganishlar bek yaxshi bo'lyapti. O'zim bir imkoniyat topaylik ballar. Ha, ma'qul. Sinab chiqaylik. Lekin shu ozuq deganni qisqa vaqtda tarbiyalash bo'lgandan keyin biz 4-5 yillar, 10 necha yil chiqqan narsa birdan o'rganib bo'lmaydi haqiqatan. Shu. Ammo qanday o'rganishni, zaten nima muhimligini, u tordan, bu kitobdan yig'ib yurib, uni o'zi bir javhirni chiqaramay yurgandan qanday qilsak, bu kuni eple ishlataylik, ma'lumotlar ham yaxshi, shu ashunaqdek kucha qavatimiz bor. Bek yaxshi fikr. Ish qilib mishal o'qib kelgan bolalar nima bo'lsa o'zini setayotgan narsani, nima badanda kam bo'lsa qanday kasal bo'lganligini, shularni tushungan o'z bek cho'ng ishchi. Bilib qilgan bilan bilmay qilgandan farqi bor emas. Rostla. Siz bundan burun kamlikda va ma kamlikda anjiqyan deganlar hozir adam qo'rquvdan ortib ketganlikdan bo'lgan. Shunga patadika deb tiqivagan farqlarga shu oxirida. Badan tangshashni opta o'yinib ketibdi-da. To'g'ri. Qag'im. Birga bir o'zingizning badaniga tushadigan qilib, o'zingizga tushadigan yemak-ichmak qurulisini qilib. Biz mamlakatga nurg'un hamda xalqimizga mahsulotimiz emasmi? Shularning masalan tamoq qilish odati, yemak ichmak odati, turmush odati, ozuqliqlarni yaxshi pelab bersak, qag'ashlar yaxshi bo'ladi. Voy mamon bolsini ko'tarib kelib o'rganyapti-da. Yaxshimi? Yaxshimi? Ujon, tushunib ketdingizmi? Ujon, bolalarga o'rganishlar qandayroq bo'lyapti-da? O'rganishlar haqiqatan yaxshi bo'ladi. Kelganlar xush bo'ldinglarmi? Xush bo'ldik. Bu bolalarni japa chekib qolgansiz yaxshini. Japa bilan deyish qilib. Japa bilan o'dan ta'siratingiz-chi? Ishqilib kelgandan keyin nurg'un narsalarni bilib oldim. Eng muhimi shu bizningki kunlik iste'mol qilayotganimiz shu tamoqlarimizningki tartiblarini, lekin bu tamoqni yesaklar bo'lmaydi ekan, buningki nimasini bilib yemsak bo'lmaydi ekan-ku. Shu kasallik shundan kelyapti emasmi? To'g'rimi? Shularning kash tartib nimalardan tartib shunchalik aytiramanmi, shunchalik yaxshi yetaklab, shunchalik yaxshi bo'ladi. Lekin bolangizlar japa chekib mana mushtaq qaysar ayollarimiz bormi? Bolalarni olib kelib bilimishadi, o'rganib mana o'zining kelgusini yaratibmish bolalarga ulgu bo'lib degandek qag'ini istab kirib chiqay. Naqol. Voy, yazim yaxshi to'lma. Salomat to'lma, obdan to'lma. Arxanam chiqma. Voy tezlik Chiqma doktor. Chiqma katta Voy. Sinflarda? Oy. Ha, Yaqubchaka, o'rganishlar qandayroq? O'rganishlar esa degan shu. Ha. Abdulmurayloq kayfanda shunda bilim ilovatimiz dedi. Obdamlar. Degan 5 kun bo'ldi akagina. Shu birga yo'qlab keldim men har biringlarni. Qandayroq qilyotganda o'rganish qildim deb o'ynatamdi, o'rganish qilyapamdi debchi. Imtihonini bilan berib, natijani bir chanchiqtirib ketsa qashqaga. Shu. Buningdan keyin kendi o'zinglarning sog'lomligi, buningdan keyin savdoyatinglar uchun eng muhim shunami? To'g'ri. Ha. Biz sağlamlık var, sayaydı var, iqtisadi kültür fırsatı var. Şunda terbiyeleş hem terbiyeleş, marif sahası var. Şunda
bir şirkette qattiq kelishyapmiz. Bundan naq maydonda ko'rishib chiqina. Va tamam olmasın. Kaslar lider. Voy yaxshimi? Mana Allah yaxshimi? Yaxshimi? Voy yaxshimi? Yaxshimi? Bizning yerimiz aytib Yaxshimi? Buna yaxshimi? Yaxshi. Uyingizlar qandayroq? Yaxshi. Yaxshimi? Sağ ol. Mana bularning hammasi bizning Yeşilgöl şirketimizningki tevfikkorlari, hamkorlashuvchilari yaxshi. Mana hammanglar olmuş o'rganishlarni qilib, mushat oziqlikni o'rganib, qizlar o'rganishinglar qandayroq? Oy, mana. Lan baligi. Voy bizning Yeşilgöl şirketimizda mana har oyda mushat 20 dan 30 dan 40 dan bolalarimiz mush kayfanda şöyle işediki mush oziqshunoslik jamiyati o'rinlashtirgan oziqlik kasbida mush naq maydonda bir bilim egallab, o'rganib, kasbiy xodimlik salohiyatiga erishgandan keyin anandan sizlarga oziqliklarni tavsiya qildi. Kundalik turmush odatinglarga, "Man yesang bo'ladi, man yemsang bo'lmaydi, sening masablik manda bo'pti" deb har biringlarga mana shundan o'lchamlik holatda mulozimat qilmoqchi. Mana bizning Korlidan, Aqsudan, Xotandan, Kuchadan, mana Qashqardan, hamma yerda meniki hamkorlashuvchilarim kapta, yo'pog'idanmi kapta, man Maralvishidan tatib Xotan hamma yerdan. Aytiraman, bolalarim sal kapsiz deb Ketin turkum bağır. Yasli ballarını bakkanak da kuvvetkendim ha. Bugün sana kadar oldu. Yaxshi. Kelgen hoş oldunlarmı? Bilgen bilen bilmegenden farkı var mı ki? Müşbalların oziqshunoslikda o'zlashmamda kunda to'plarda tarbiyalash qilatdik, lekin hamda ma kasbiy o'rinlarda o'qigan o'xshamaydi. Ondan boshqa ham o'rgilik intamiz bor ekan, bu intamini ching tutib, bir ilib intamda o'tganning yog'i anandagi oziqshunoslik kinishkalariga, salohiyatlarga erishib, andagi sizlar uchun mulozimat qilmoqchi. Shunga hamda sog'lomlik mahsulotlarini zot chimdan situatsiya bular, qanday qilsam bo'ladi, boshqatirayotgan bo'lsanglar, mushta kasb ahlidan, oziqshunoslikda o'qigan shunda bolalardan situatsiyalar bo'ldi. Shunga Yeşilgölning butun hamkorlashuvchilari mana bir o'rgatma, shunga davomli diqqatinglar mening davomli kelimimda bo'lsin.